Ko'chilik sohasida ko'p ishchilarimiz bor, shogirdlarim bor. Hozirgi kunda kichik biznesimda 8 ta ishchim o'z faoliyatini olib boradi. Oilada bozorlikni o'zim qilaman, xo'jayinim o'zimga ishonib topshirib qo'yibdilar. Qovurishni boshlaymiz. Kayfiyatli. A'lo darajada. Biroda bu keliningiz o'zi bilmaydimi salat qilishni? Chaqqan bu. Yaxshi. O'zi povurni qizi. Ha. Shu so'lli gumma xorazmcha. Xorazmcha gumma shumi? Zo'r. So'rash ham hojat yo'q, haqiqatan zo'r bo'pti azizlar. Gumma zo'r. Taomi xorazmcha gummasi zo'r, вообще gap bo'lishi mumkin emas. Hidi yaxshi chiqyapti. Xorazmcha sho'rtak. Hidi dahshat chiqyapti. Yeyishdan boshqa hech narsaga yaramaydi azizlar. Kamchiliklari? Kamchiliklari yo'q. Muzqaymoqli mevali desertimiz tayyorlaganman. Ichida hamma mevadan bor, yashang. Yashang, yaxshi keladi. Ovqatlardan keyin zo'r ketadi. Yaxshi ketadimi? Bo'ldi. Nima ekan bu? Nov bu. Nov bu, kelin. Nov bu. Taqirlab yeylik, xo'p bo'ladi. Ichida novdan otravina bo'lmasak bu. Menga juda ham yoqdi. Ajoyib zo'r o'tdi. Zo'r motivatsiyali kun bo'ldi bu. Xorazmda meni kuzatib turgan ota-onamga, keyin qaynona onajonimga, mehribonimga katta rahmat aytaman. Meni umr yo'ldoshimga qo'llab-quvvatlab turganlar uchun alohida rahmat aytaman.